Remontini tanlab uy xarid qilmoqchi bo'lgan xaridorlarimiz uchun 80 metr kvadratlik go'zallik topib qo'ydim va lokatsiyasi hamda narxi eng qiziq joyi oxirida bo'ladi. Bu yoq tomonda bizada asosiy eshikdan kirish yo'limiz, zerkalniy zona va bu yoq tomonda prixojiy zona qilib qo'yishgan, yetarlicha zona xraneniyasi mavjud. Xonadonimizda sanuzirlarimiz alohida hisoblanadi. Mana bu kafellarni qaranglar, qanaqa go'zallik qilib qo'yishibdi. Bizani pol qismimiz hozir to'liq iranskiy parketniy kafel bo'lyapti. Juda ham sifatlilari olib kelib qo'yilgan. Bu tomonda esa xonadonimizning ikkinchi sanuzili joylashtirilgan. Zal qismimiz shunaqa studiya formatida ishlangan. Bu yoqda TV zona uchun sharoitlar, bu yoqda esa mягкий zona uchun barcha kerakli shart-sharoitlar qilingan. Faqatgina mягкий zonani didingizga qarab olib kelish qo'ygan xolos. Bu tomonda xonadonimizning birinchi balkon hamda terrasa qismi joylashgan. Xonadonimiz 7 qavatli novostroykaning 4-qavatida joylashgan bo'lib, ushbu novostroykamiz Samarqand shahrining eng oldi topovoy lokatsiyalaridan hisoblanadi. Bu yoq tomonda bolajonlar uchun mo'ljallangan shunaqa shiringina detskiy xona, yana bitta kravat bemalol sig'adi. Oynasini esa balkonimizdan yana qo'shimcha ochib olish uchun ruxsat mavjud. Bu tomonda bizning xonadonimizda keyingi yana bitta eng chiroyli xonalardan bittasi shunaqa kattalarning yotoq zonasi bo'lyapti. O'zining kattagina oynasi mavjud. Yotoq zona uchun barcha kerakli bo'lgan jihozlar qo'yib ketilgan. Endi esa sizlar bilan ayollarimizni sevimli oshxonasini ko'rib o'tamiz. Bu tomonda uglovoy qilib shunaqa chiroyli mebel jihozlarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoq tomonda esa ovqatlanib o'tirish uchun alohida zonamiz mavjud va oshxonamizning eng katta pluslaridan biri bu o'zini shunaqa katta terrasa balkoni borligi. Bu yoqda ham yoz vaqtida o'tirib hordiq chiqariladigan joy qilish imkoniyati mavjud. Ta'mir ishlari ushbu xonadonimiz uchun haqiqatan ham juda ham did bilan qilingan. Qo'shilasizlarmi fikrimga? 81 metr kvadratdan tashkil topgan ushbu go'zallik shahrimizning markazi Mirzo Ulug'bek ko'chasida joylashgan bo'lyapti. Oblastnoy bolnitsaning shundoq to'g'risida Kia avtosalonining yonidagi 7 qavatli novostroykalarimiz, aytib o'tgandek 4-qavatda. Ushbu kompleksimizni yana o'zimizning tilda aytganda rublyovka deyishadi. Xonadonimiz narxi 1 milliard 284 million so'mdan iborat, yana chiroyli savdosi mavjud.